Bismillah. Biz hozir yangi remontdan chiqqan tayyor 2 xonali uyimizga keldik. To'rtta domizani 3-etajda joylashgan Yunusobod 13-kvartal. Orientirimiz esa Anjar milliy taomlari. Xonamizning ichma-ich umumiy maydonimiz 50 kvadrat metr, yangi remontdan chiqdi. Hozirgina ustalarimiz ketdi. Hali uyimizni uborka qilishga ham uspet qilishmadi. Xo'p, narxini esa uy egalari 64 ming deb aytishyapti. Kirishimizdan prixoshkamiz sirazi sanuzelimizni boshlanadi. Bu yerda mana hojatxonamizni chiroyli qilib kafillar qilib qo'yishgan. Hamma joylarimizni aboy. Bu yerda mana hammomimizni stiralkalar joy tashab ketilingan. Xonlarimizni ichma-ich. Bu esa spalli xonamiz. Bu xonamizning razmeri 270 ga 520 metr. Akvariumlarimizga qo'yilgan. Toza shundoq kirib yashaysizlar. Arendaga topshirsanglar ham shu holatda 400 dollarga arendaga indamay topshirasizlar. Bu esa zalimiz 315 ga 520, kvartiramiz 2 xona, 3 xona qilingan. Bu tayyor mana detskiy xonalarimiz ham. Bu yerda esa balkonimiz. Balkonimizning razmeri 1,5 ga 6 metr, kuxnelarimiz qilingan. Gazini egalari qo'yib beramiz deb aytishdi. Xo'p, tayyor 2 xonali uy. Narxini ham uy egalari juda ham yaxshi narx deb aytishyapti.